Endi shu qassob og'aynilarimiz bor. Qassoblar haqida ham biron latifa ayting deyishyapti. Yo, qassoblar haqida aytamiz. Bir ziqna tiyinga qo'shib yuradigan bir ziqna aka qassob xonasiga boribdi-da. Qassobga qarab go'sht nech pul debdi. Qassob ham go'sht 100 ming aka, keling qanday joydan beray desa, boyagi aka ham kalla bormi sizda deb. Qassob ham yo'q aka, kallani tongda sotib olgandim. Mana qovurg'a bor, jigar bor, quyruq bor, som bor, biqim bor, qanday joydan beray sizga desa, boyagi aka miya bormi sizda debdi. Aka miyanim yo'q, miya ham kalla bo'lmagandan keyin miya nima qiladi? Mana qovurg'a bor, jigar bor, som bor, quyruq bor, biqim bor beraman desa, boyagi aka ham sizda vijdon bormi desa, aka hazil qilyapsiz. O'zi bu mol bo'lsa, molda vijdon nima qiladi debdi.